Assalomu alaykum. Men Andijon viloyati Chaqirtiq tumani Agrobank filiali KMFY agent Bilalova Majdaxon Isak Vodilixonni uyiga kirdim. Bu yerda Parnikka kredit, issiqxonaga kredit olishgan. Issiqxonadan foydalanishyapti, unumli foydalanishdi. Hozircha daromadinglar qanaqa bo'lyapti? Qanchadan daromad qilasizlar yiliga? Har xil mehnatga yarasha Keyin ko'kat ekasizlar pomidoridan keyin. hozir ismoq ekib qo'yganmiz. Yangi yilgacha chiqadi bu. Keyin uni sotib, shundan keyin ko'kat yoki bitta bahodagi pomidor ekamiz. Imtiyozli kreditlardan foydalanib, unumli foydalanishmoqda bular. O'chi